أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli qarindoshlar, bugungi tafsir dersimiz Baqara surasi 1-oyatdan 6-oyatgacha, ya'ni 5 oyatninki qisqacha mazmunini so'zlab o'tamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayetning qisqacha mazmuni Baqara surasi Madinada nozil bo'lgan. Bu suraninki maqsadlaridan Allohning dinini turg'izadigan va zaminni gullantiradigan bir ummat tayyor qilish va insonlarning turlarini bayon qilib berish. Ve şundaqla bu surada imanning asosi va shariat ahkomlarininki umumisi bayon qilinadi. Yuqorida o'qilgan oyatning qisqacha tarjimasi. Bu sura Baqara surasi deb atalishi, ya'ni Baqara degan arab tilidagi bu kala degan ma'noda, bu Bani Isroillar ichida bir kalaga munosabatlik bir voqea yuz berganlikdan bu sura shu ism bilan atalgan. Yani bu vakalikte Allah subhanahu ve taala her kandak bir işini buyursa bunu ameliyleştirishga aldirash, bununla sal qarmaslik alohida ifodalandi. Xuddi Yahudilardan hosil bo'lgandek Allah bir ishga buyursa buni har xil yo'llar bilan o'zgartirishga urinmaslik. Alif lam mim. Hamda bu alif lam mim bu 3 harf. Muşa harfler bilen hem de Kur'an-ı Kerim'deki bazı sureler başlangan. Yani bazı surelerinki başlanışı harfler bilen başlangan. Bu Arap tildeki harflerinki elifba tertibi, bu harfler öz aldığı müstakil bir mana bildirenmeydi. Mesela alif, ba, ta, sa degendek mahalet tikası öz aldığı müstakil bir mana bildirenmeydi. Ama bu harfler için alayda bir hikmet ve bir sırlık manalar var. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiç kandak bir hikmetsiz bir narsa yok. Hem de bu harflerin ki en mühim hikmetlerden biri nima dese Kur'an-ı Kerim bilen can ilan kılış. Yani bir doyul ilan kılış. Yani bu Kur'an-ı Kerim Araplar özleri sözleşidigan ve özleri biladigan şu harften qurashtirilganlikdan Araplarga bu Kur'an-ı Kerim arqılıq, yani bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kalami. Eğer sizler Allah'ın kalami bo'lgan bu Kur'an-ı Kerimga ishonmasanglar, sizlarmi Arab tilida fasohat, balog'atni yuqori yetgan bir millat bo'lganlikdan Kur'an-ı Kerimga o'xshash bir kitap keltiringlar yoki Qur'oni Karimdan bir suraning o'qishini keltiringlar yoki 10 oyat yoki hech bo'lmaganda bir oyat bo'lsa-mu Qur'oni Karimning o'qishida bir narsani keltirib qo'yinglar deb ularga bir jang e'lon qilish. Shu orqali ular buningdan ojiz kelganlikdan Qur'oni Karimningki haqiqatan Alloh subhanahu va taolo tarafidan o'ziningki insonlarga avatgan elchisi payg'ambari Muhammad alayhisalomga nazil qilgan haq kitob ekanligini bayon qilishdan iborat. Shunga Qur'oni Karimda ko'pincha suralar shu harflardan boshlangandan keyin u harflardan keyin Qur'oni Karimningki zikri bayon qilinadi. Hamda zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Yani şu katta Qur'oni Karimda hech qanday shak shubha yo'q. Yani o Qur'oni Karimningki tushirilish tarafdan bo'lsin yoki Qur'oni Karimningki lafzlari, ma'nolari tarafdan hech qanday shak shubha yo'q. O Allohning kalamidir. Bu Qur'oni Karim haqiqiy taqvodor kishilarni Allohning tarafiga ilib boshlaydigan to'g'ri yo'lga boshlaydi.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Yani müminler gayb işinidir. Bu gayb degen nima desa, insonninki his tuyg'ulari yoki sezgu a'zolaridan g'oyib bo'lgan narsaning hammasi g'ayb deb ataladi. U g'ayb narsalar qaysi desa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zi xabar bergan yoki Alloh subhanahu va taoloninki payg'ambari sallallohu alayhi vasallam xabar bergan ishlar. Mesela kıyamet günüde bulunduğun ceza hesap, kıyamet gününün ahvali, kabirdeki ahvallar, katarlık işlerinin hemmisi gaybi işlerinin katarıdın hesaplanıdır. Biz bunu kömüsek mi? Allah Kur'an-ı Kerim'de haber vergenlikten, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizge yetkizgenlikten, bununla çokum işinimiz. Hem de bu gayb ki işengen müminler, ula Allah tarafından özlerine periz kılınan namaz ne? Allah yolgu koygan şerit, periz, vacip, müstehab, sünnetleri bilen toluk mükemmel şekilde ada kılıdır. Ular yine Allah subhanahu ve taala ulağa ata kılgan rızık bergen mal mülükten özlerine vacip bolgan malning ki zakatini biridir. Şundaqla enadan başka nurgun hayır ihsan sadaqalarni kılıdır. Nima uchun? Allah'tan savab ümit qilib qiladi. Shundaqla ular Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge nazil qilingan vahiy Qur'oni Karimga ishonadi va shundaqla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemdan ilgirki barliq payg'ambarlarga Allah tarafdan nazil qilingan kitoblarga hech birining orasini ayirib etmasdan ishonadi. Bular bo'libmi oxiratdagi savab, jazo qatarlıq həmmə işlağa, gaybi işlağa keskin şekilde işinidir. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Yani muşu yukarıda bayan kılıngan sıfatlar bilen sıfatlangan aşu kişiler hidayet yolunda müstehkem tuğdu. Ula dünya ve ahirette utuq kazanğışıdır. Yani ular ümit qilgan, arzu qilgan darajalarga erishish va ansirgan qo'rqinchlardan nijot tepish orqali dunyo oxiratda utuq qozong'uvchi kishilardir. Yuqorqi oyatdan chiqadigan foydalar birinchisi, hamda bu Qur'oni Karimdagi hech qanday shak shubhaning bo'lmaganligi, buning bo'lgan mutlaq ishonchi Qur'oni Karimninki Allah tarafidan nazil qilingan kitob ekanligini ifodalaydi. Chunki hech qanday bir maxluq o'zining kalamida buni da'vo qilolmaydi. Bu Qur'on yoki mening so'zim deyolmaydi. Unda bo'lganikin bu ochiq haqiqat bilan Allohning kalami ekanligi isbotlanadi. Hamda Qur'oni Karimdagi bu hidoyat va nasihatlardan faqat Qur'oni Karimni ulug'laydigan, kattalaydigan, Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishilarla manfaatlanadi. Hamda iymonning darajalarininki eng kattasi g'aybga ishonishdan iborat. Chunki bu g'aybga ishonish degan, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining ilmida bilishdi yakka bo'lgan, ya'ni g'aybning ilmini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allah subhanahu wa taala tarafdan xabar bergan ishlarda faqat Allohga bo'ysunishni o'z ichiga oladi. Shunga g'aybga ishonish iymonninki eng yuqori martabasi hisoblanadi. Inson hammaga ishonib, g'aybga ishonmaydigan mu'min bo'lolmaydi. Ko'p vaqtda Qur'oni Karimda namoz bilan zakotning orasi birga keladi. Vaqimus salat va atuz zakat. Yani namaz o'qinglar, zakat beringlar deb bu ikki ibodat bir yerda keladi. Nima uchun? Chunki namoz bo'lsa haqiqiy iloh bo'lgan, ibodat qilinadigan Alloh uchun ixlos bilan amal qilish. Zakat bo'lsa Allohning bandalariga ihson qilish, yaxshilik qilishdan iborat. Hamda bu namoz bilan zakat insonninki baxt saodatga erishishi, utuq qozonib nijotlikka erishishiningki asosliq temasidir. Allohga ishonish va yaxshi amallarni qilish
insonda dunyoda hidoyatga muvofiq bo'lishni paydo qiladi, oxiratda bo'lsa utuq qozonish va nijot tepishni paydo qiladi. Alloh subhanahu va taolo hammanglarni to'g'ri shaklda amal qilishga va dunyo oxiratda Allohning roziligiga erishib, haqiqiy nijot topquchilardan bo'lishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.